olsun ey, mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun. Mübarek olsun ey, mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun. Assalamu alaikum hurmatli qarindoshlar. Men Abdugul Muqaddas. Men 3-ayning 8 kuni xalqaro ayollar bayramini qizg'in tabriklayman. Men xonim qizlarimizning mangu chiroyli, nazokatli, latofatli ham mangu go'zal bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Assalamu alaikum. Ben Hasiyat Qurban. Ben bütün dünyadaki hanım kızlarının bayramını chin qalbimdan tabriklayman. Shundaqla ularning bundan keyingi barliq ishlarining o'ngishli, tilining salomat, kunlarining xushal-xuram o'tishini chin yuragimdan umid qilaman. Assalamu alaikum hurmatli barcha qizlar, men Ablajon. Oyim hammalarning 8-mart ayollar bayramini muboraklayman. Sevgili sog'lomligimizdan, do'stlarimizdan va ojihatlarimizdan mangu baxtli, go'zal va jazbador bo'lishini tilayman. Xizmatlaringiz ko'ngilli bo'lsin. Turmushingiz baxtli, xizmatingiz baraka tilayman. Rahmat. Assalamu alaikum. Dünya yüzündeki barliq analar, hanım kızlar, men Arzugul xonadonidan hammalarga o'tliq salom. Hammalarning analar bayrami, hanım kızlar bayramini chin yuragimdan tabriklayman. Hammalarning oilasiga baxt, saodat, xushallik, xotirjamliklar yor bo'lsin. Altın tininglar aman bo'lsin. Assalamu alaikum. Mening atam Shatli Xudoyqulov. Dunyo yuzidagi barliq xonim qizlarni, onalarni xalqaro 8-mart bayraminglar bilan chin yurakdan tabriklayman. Meninglar salomatlik, ko'ngillarga xotirjamlik tilayman.